Biz nimaga rivojlanmaymiz? Xullas, bugun Toshkent viloyatida tahsil olayotgan jiyanimni ko'rib kelish uchun Nurafshon shahriga borgan edim. Jiyanimga bir ikkita kitoblar tavsiya qildim. Lekin hali kutubxonasi yangiligi uchun u kitoblar yo'qligini aytdi va men Toshkent viloyatining Qoq markazidan kitob olib berish uchun aylandim jiyanim bilan. Ishonasizmi? Yarim soat aylanib Toshkent viloyatining Qoq markazidan bitta ham kitob sotadigan do'kon topolmadik. Bittasi bor ekan, u ham bugun dam olish kuni bo'lganligi uchun ishlamas ekan. Tasavvur qilasizmi? Har ikki qadamning birida oshxona, vino, vodka, dorixona bor, lekin bitta ham kutubxona yo'q, baraka topkurlar. Nima biz ovqat yeb, ichadigan, kasal bo'ladigan millatga aylanib qoldikmi? Hali odamlarimiz menimcha tushunib yetmayapti biz naqadar dahshat atrofida turganligimizni. Oy baraka topkurlar, bir tarafimizda Xitoy, bir tarafimizda Rossiya turibdi. Sizlar o'ylashlaringiz mumkin bu nodon o'zicha aqllilik qilib chiqa olib bizga qanaqadir vahima uyg'otyapti deb. Yo'q. Xitoy kirib kelib bo'ldi ichimizga. Qarang atrofingizga, Xitoyliklar yuribdi. Yurganda ham ular oddiy yurgani yo'q. Katta ehtimol bilan Xitoyliklar o'zini razvedkachilarini yuborgan. Ular bizni atrofimizni o'rganib razvedka qilib chiqyapti. Baraka topkurlar, xavf kirib bo'lgan ichkarimizga. Lekin biz hali ham g'ofil bo'lib o'tiribmiz. Bundan 100 yil muqaddam jadidlar bizni shuncha ogohlantirdi. Ey baraka topkurlar, johillikdan uyg'onaylik, o'qiylik, izlanaylik dedi. Lekin hech bir odam unga quloq solmadi. Va natijada 70 yil ruslarning quliga aylandi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Vaziyat naqadar dahshatli ekanligini tushuntirish uchun men sizlarga aytaman. Xitoyda Uyg'ur degan avtonom respublika bor. Mana shu bugun Uyg'urlar dahshatli repressiyaga, genosidga uchrayapti. Voy baraka topkurlar, bugun biz ham loqayd bo'ladigan bo'lsak, ilm olmasak, mana shunaqa bee'tibor yuraversak, ertaga o'sha Uyg'urlarning kuni boshimizga tushmasligiga kim kafolat bo'la oladi? Uyg'urlar bizdan 2 barobar ko'p aholini tashkil etadi. 60 million Uyg'urni qo'l ostida dahshat bilan ushlab turgan Xitoy 38 million aholi nima bo'libdi? Bizni bir deganda yo'q qilib yuboradi. Hali ham biz ularni tarkibida bo'lmagan mustaqil davlatligimiz uchun bizga hech narsa qila olmayapti. Lekin biz hozirgidaqa ilm olmasdan, o'qimasdan mana shunaqa yuraversak, bizni ertaga yo'q qilib yuboradi. Iltimos sizlardan bu ichimdan chiqayotgan dardlarni tushunishga harakat qilinglar. Nima uchun so'rayman? Menga nima kerak? Bu gapim uchun menga kim pul beradi? Men pul uchun yo boshqa uchun gapirayotganim yo'q. Hayotim o'zimga yetadi, yaxshi. Zo'r yashayapman, Xudoga shukr. Lekin bu meni kelajagim xavotirdan xoli ekanligini anglatmaydi. Mana shu vatanda mening oilam, mening farzandim, mening kelajagim yashaydi. Men mana shular uchun qayg'uraman. Kimdir o'ylashi mumkin bu ahmoq o'zini ko'rsatmoqchi, mashhur bo'lmoqchi deb. Lekin nima keragi bor menga bunaqa mashhurlikni? Ertaga meni farzandim bitta Xitoyning oyog'ini o'pib, yalab, tozalab yursa, bu ichimdagi azobni sizlar tasavvur qilishlaringiz uchun qanchalik tushuntirishim kerak? Ey baraka topkurlar, ertaga qizlaringni Xitoylar zo'rlasa va hech kim hech narsa qila olmasa, farzandlaringni quldek ishlatsa, sizlarga shu kerakmi? Boshimizda qanaqa balolar turganini tushunish uchun yana nima kerak bizlarga? Ey baraka topkurlar, o'qiylik. Qachongacha yotib olib, davlat unaqa o'g'ri muttaham. O'sha o'g'ri muttahamlarni kim yetishtiryapti? Kimning ichidan kelib chiqyapti? Osmondan keldimi? Marsdan kelib tushyaptimi? Ichimizdan chiqayotgan o'g'rilar o'sha amaldor bo'lyapti, o'sha lavozimga chiqyapti. Biz o'zimizga to'g'ri emasmiz. Kitob o'qidik, hammasi basharasini qiyshaytirishni biladi. Hamma adolat deydi. Qonun ustuvorligi deydi, lekin o'zi adolatga kelganda orqasini o'girib ketadi hamma. Ey baraka topkurlar, halollikni o'zimizdan boshlaylik. Tasavvur qilyapsizlarmi? Toshkent viloyatining O'zbekistonda eng katta viloyatlardan bittasining markazida bitta ham kutubxona yo'q. Kimni aybi deb o'ylaysiz? Davlatning aybimi? Hech qanaqa davlatning aybi yo'q bu yoqda. Bizning aybimiz. Talab yo'qki, taklif yo'qki, hech narsa bo'lmayapti. Bizni o'zimiz talab qilmayapmiz, kitob kerak demayapmiz-da. Nima keragi bor? Bugungi kunda eng xarob bizneslardan bittasi kitob biznesi. Qo'pol qilib aytganda, soqqa yo'q kitobda. Shuning uchun ko'pchilik kitobdan qochadi, faqatgina fidoyilar bor kitobda yurgan. Voy baraka topkurlar, sizlar his qilyapsizlarmi bunaqadan azob ekanligini? Bu
bilmadim, odamni ichidan og'ritadigan mavzu. Chunki butun bir viloyatning qoq markazida bitta ham kitob sotadigan joy bo'lmasligi bu dahshat, bu fojia, baraka topkurlar. Har qadamimizda xitoyliklar izg'ib yuribdi. Ular katta ehtimol bilan mana shu bizning atrofimizni tekshiryapti va katta ehtimol bilan biz mana shunaqa tambal, ilmsiz, uquvsiz bo'lib yuradigan bo'lsak, bizni bosib oladi. Biz ishonmaylik bugungi mustaqilligimizga, bugungi erkinligimizga. Qancha bir mustahkam bir imperiyalar bor edi. Hammasi mana shunaqa ilmsizlik, poraxo'rlik, ifloslik, nasga botishning o'rtadan yo'q bo'lib ketdi. Qaysi biri bor? Hammasi bir ko'tarildi, zo'r bo'ldi, lekin xalqi loqayd bo'lganini ortidan hammasi cho'kib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Dunyo xaritasida qaysi biri bor bugungi kunda? Amir Temurning imperiyasi qoldimi? Yo Aleksandr Makedonskiy, yo Chingizxonning birorta imperiyasi qoldimi? Hammasi xalqining loqaydligi sabab yo'q bo'lib ketdi. Baraka topkurlar, shuning uchun og'riqni his qilaylik. Og'riq, mana yuragimizdan chiqayotgan og'riqni his qilaylik, iltimos sizlardan. Ertaga farzandlarimiz qul bo'ladi, qul. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu nima degani? Bu degani bizni qizlarimizni xohlagancha zo'rlaydi. O'g'illarimizni xohlagancha qul qilib ishlatadi degani. Bilmadim. Mayli. Hozir gapiradigan ahvolda emasman. Chunki og'riq ichishimdan o'tib ketgani uchun gapirdim. Bu og'riqni bugun yoki kecha his qilganim yo'q. Yillar davomida mana shu jamiyatda his qilib, yuragimdan o'tib ketgan og'riqlar bular. Qanaqa tushunasizlar o'zlaringiz bilasizlar. Lekin ogohlantirdim. Xudodan so'rab qolaman, mana shu ogohlantirishlarim kelajakda puch bo'lib chiqsin. Ya'ni bizni hech kim bosib olmasin, biz hech kimga qaram bo'lmaylik. Vatan omon bo'lsin.